suv tozalagich apparatni o'rnatdik. Bu faqat ichishga emas, suv isitishga, aristonga, отопление двух konturga, hammasiga. Suvimiz sho'r bo'lgani uchun aristonlarni ichida tuz bog'lab qolishi, отопленияlar ichida tuz bog'lab qolishini oldini olish uchun shu narsani o'rnatdik. Endi nasib bo'lsa ichlarida nagar bo'lmaydi, toza bo'ladi. Suvimiz hozir tekshirib ko'ryapmiz, yaxshi chiqyapti. Tekshirib ko'rsating aka. Magazindan olingan suvga nisbatan ham muloyim yaxshi suv. Mana bu kasaga olib qo'yganimiz o'zimizni eski olayotgan artezan o'rnatganmiz 65 metrdan. Lekin shundan chiqayotgan suv 1.300.000 ko'rsatyapti. Sho'rlanish darajasini. Mana men yaxshilab ko'rsataman. PPM'da shunday. Endi aslida bu juda baland hisoblanadi. Ya buni mana stakanga to'ldirib ol. Bu filtrdan chiqayotgan suv. Qirq oltiga tushyapti, ko'rsatyapti. 46 ga beryapti. Bu 46 degani o'zlarining ichida buni 7 filtrlar, 7 bosqichli filtri bor ekan. Ham tozalab, ham kerakli minerallarni qo'shib berayotgani ham bu 46 deganning hisobining ichida qo'shilayotgan minerallar ham bor. Hozir biz qayerdamiz aka? Hozir Ishtixon tuman Qoraqishloq. Ya bu suv rostdan ham 65 metrdan chiqyaptimi? Yaqinroqdan ham chiqyapti-ku. Yo'q, yaqinroqdan chiqayotganlar biz ortidan qo'yganmiz. Shu suvni ro'b bo'lib qolgan uchun, sho'r bo'lib qolgani uchun ortidan qoldirdik. Baribir ya ularga nisbatan yaxshilar. Ular qolgan 18-20 metrdan olayotganlar bundan ham chiqan bo'lmaydi. Ya ular qo'shnilaringiz hamma to'g'ridan to'g'ri ichadimi bu suvni? Yo sotib oladimi? To'g'ridan to'g'ri ichadi. Bizlar shuni icha olmaganimizdan magazindan 10 litrlik baklashkada shu paytgacha ichib turdik. Endi nasib bo'lsa